Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Gap oddiy eslatma haqida emas, pulingiz vaqtida tushishi, to'lovingiz to'xtab qolmasligi, ortiqcha yugur bo'lmasligi haqida ketmoqda. Agar siz pensioner bo'lsangiz, ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olsa yoki oilangizda nafaqa oluvchi inson bo'lsa, bu ma'lumot sizga albatta kerak bo'ladi. Bir yilgacha ayrim ishlarni tekshirib, hujjatlarni joyiga qo'yib, bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni aniqlashtirib olish zarur. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men qaysi holatlarda pul kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkinligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilik pensionerlarga real yordam beradi. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani deyarli bir xil tartibda olardi. Kimdir naqd pul ko'rinishida, kimdir bank kartasiga, kimdir esa yaqin qarindoshi orqali ishonchnoma bilan olardi. Ko'p hollarda odamlar bir marta hujjat topshirib, keyin yillar davomida faqat pul tushishini kutib yashagan. Manzil o'zgarganmi? Pasport almashganmi? Karta muddati tugaganmi? Telefon raqami ishlamay qolganmi? Bular har doim ham o'z vaqtida tekshirilmagan. Hozir esa tizimlar raqamlashtirilmoqda. Pensiya jamg'armasi, banklar, mahalla, soliq, migratsiya, FHDYO va boshqa davlat bazalari o'zaro ma'lumot almashadi. Bu nimani anglatadi? Agar sizning ma'lumotingiz bir joyda boshqacha, boshqa joyda boshqacha bo'lsa, tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportingiz yangilangan, lekin bankdagi karta eski pasport ma'lumotiga ulangan. Yoki yashash manzilingiz o'zgargan, lekin pensiya bo'limida eski manzil turibdi. Yoki siz pensiyani kartaga olasiz, lekin karta muddati tugagan, SMS xabarnoma ulanmagan. Bank hisobingiz bloklangan. Ana shunday mayda ko'rgan narsalar amalda pulingiz kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Bir yilgacha qilish kerak bo'lgan asosiy ish shuki, pensiya oluvchi sifatida o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni tekshirib, hujjatlaringizni tartibga keltirib, to'lov kanalingiz ishlayotganini aniqlashtirib olishingiz kerak. Men bu yerda odamlarni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, oldindan harakat qilsangiz, keyin navbatda turish, bankka qayta borish, pensiya bo'limidan ma'lumotnoma izlash kabi muammolarning oldini olasiz. Oldin pensioner pensiya tayinlangandan keyin ko'pincha faqat bitta savolga qarardi. Pul qachon beriladi? Agar pochta yoki bank orqali kelgan bo'lsa, hammasi joyida deb o'ylardi. Endi esa faqat pul tushgan tushmaganini kutish yetarli emas. Chunki pul tushishi uchun tizimdagi ma'lumotlar MOS bank kartasi faol, shaxsni tasdiqlovchi hujjat amal qilayotgan. Oluvchi haqiqatan ham o'zi yoki qonuniy vakili orqali to'lovni olayotgan bo'lishi kerak. Masalan, ilgari karta muddati tugasa ham ayrimlar buni oxirgi daqiqada bilardi. Bankomatga boradi, karta ishlamaydi. Bankka boradi. Navbat katta. Yangi karta chiqarish uchun vaqt ketadi. Shu orada pensiya tushadi, lekin odam pulni yecha olmaydi. Natijada pensiyamni bermayapti degan xavotir paydo bo'ladi. Aslida pul hisobda bo'lishi mumkin. Muammo faqat karta yoki identifikatsiyada bo'ladi. Yana bir o'zgarish ishonchnoma bilan pensiya olish masalasi ham e'tibor talab qiladi. Agar pensioner yoshi katta bo'lsa, yurishga qiynalsa, farzandi yoki qarindoshi pulni olib bersa, ishonchnoma muddati tugamagan bo'lishi kerak. Ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, bank yoki pensiya to'lovini amalga oshiruvchi tashkilot pul berishni rad qilishi mumkin. Bu odamni ranjitish uchun emas, qonuniy tartib buzilmasligi uchun qilinadi. Chunki pensiya shaxsiy to'lov, uni kim olishi aniq tasdiqlanishi kerak. Birinchi navbatda, bank kartasiga pensiya oladigan pensionerlar o'z kartasini tekshirish kerak. Kartaning amal qilish muddati qachon tugaydi? Karta bloklanmaganmi? PIN kod esdan chiqmaganmi? Bankdagi telefon raqami hozir ishlayaptimi? Shularni aniqlab oling. Masalan, otaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. Karta muddati iyun oyida tugaydi. U esa buni sezmaydi. Chunki kartada yozilgan sanamayda ko'rinadi. Iyul oyida pensiya tushadi. Lekin bankomat pul bermaydi. Bank yangi karta chiqaradi, lekin bu 1 yoki 2 kun emas, ba'zan ko'proq vaqt olishi mumkin. O'sha paytda dori olish, kommunal to'lov qilish, oziq-ovqat xarid qilish kechikadi. Demak, karta muddatini oldindan tekshirish juda muhim. Ikkinchi guruh, pasport yoki ID karta almashtirgan pensionerlar. Agar siz yaqinda ID karta olgan bo'lsangiz, familiya, ism, tug'ilgan sana, JSSHR raqami, ro'yxatdan o'tgan manzil kabi ma'lumotlar bank va pensiya bazasida to'g'ri aks etganini tekshiring.
Oddiy misol, onaxon eski pasport bilan pensiya tayinlatgan. Keyin ID karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotni yangilatmagan. Bank tizimida eski hujjat raqami turibdi. Ma'lum bir tekshiruvda moslik chiqmasa, karta operatsiyasida cheklov paydo bo'lishi mumkin. Bu ham pulni yo'qotish degani emas, lekin vaqt va asabni yo'qotish degani. 3-guruh. Boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar siz Toshkentdan Samarqandga, Farg'onadan Qashqadaryoga yoki bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ro'yxat manzilingiz va amalda yashayotgan joyingiz bo'yicha ma'lumotlar muhim. Pensiya ishi qaysi hududda yuritiladi? To'lov qayerdan nazorat qilinadi? Mahalla ma'lumoti qayerga tegishli? Bularni aniqlashtirish kerak. Manzil o'zgargan bo'lsa, o'zi bilib olishadi deb kutmang. O'zingiz pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilib, ma'lumotni yangilang. 4-guruh ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Bu holatda men doim ikki narsani tekshirishni maslahat beraman. Ishonchnoma muddati va undagi vakolat matni. Ba'zi ishonchnomalarda faqat bankdan pul olish yoziladi. Ba'zilarida esa hujjat topshirish, ariza yozish, ma'lumot olish vakolati ham bo'ladi. Agar pensionerning o'zi bora olmasa, vakil pensiya bo'limiga murojaat qilish kerak bo'lishi mumkin. Ishonchnomada bunday vakolat bo'lmasa, vakilga ma'lumot berilmasligi mumkin. Shuning uchun notariusda ishonchnoma rasmiylashtirganda pensiya va nafaqa masalalari bo'yicha murojaat qilish, ariza berish, bankdan mablag' olish kabi vakolatlar aniq yozilganiga e'tibor qiling. Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, bank kartangiz yangi, pasport yoki ID kartangizdagi ma'lumotlar bankda yangilangan, yashash manzilingiz o'zgarmagan, ishonchnoma ishlatmayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavf bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir 1 iyulgacha kamida bir marta tekshirib qo'yish foydali. Chunki muammo ko'pincha odam kutmagan joydan chiqadi. Masalan, telefon raqamingiz boshqa odam nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bank SMS yuboradi, sizga kelmaydi. Ilova orqali kod kerak bo'ladi. Kod boshqa raqamga ketadi. Keyin oddiy operatsiya ham murakkablashadi. Agar siz pensiyani naqd shaklda olayotgan bo'lsangiz ham, menga karta kerak emas, men xavotirlanmayman deb o'ylamang. Naqd to'lovlarda ham shaxsni tasdiqlash, manzil, hujjat, vakillik masalalari bor. Agar siz uyda yotgan bemor bo'lsangiz, pulni kim oladi? Qanday hujjat asosida oladi? Mas'ul tashkilot sizni qanday aniqlaydi? Shular oldindan tartibga solinishi kerak. Hamma narsa oxirgi kuni qilinganida. Eng ko'p qiynaladigan odam pensionerning o'zi bo'ladi. Birinchi misol. 68 yoshli akaxon har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U kartadan faqat naqd yechadi, ilova ishlatmaydi. Karta muddati 1624 deb yozilgan. Ya'ni iyun oxirigacha amal qiladi. Akaxon buni tushunmaydi, hali ishlayapti-ku deb yuradi. Iyul boshida dorixonaga boradi, karta o'tmaydi. Bankka borishga majbur bo'ladi, lekin navbat ko'p. Yangi karta rasmiylashtiriladi. Pul yo'qolmaydi, lekin 3 kun davomida u o'z pulidan foydalana olmaydi. Agar u iyun oyida kartasini tekshirtirganda muammo bo'lmasdi. Ikkinchi misol. Onaxon qizi orqali pensiya oladi. Qizi notarial ishonchnoma bilan bankka borib pul yechadi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan, muddati esa 25 yilda tugaydi. Qizi iyul oyida bankka borganda bank xodimi pul bermaydi. Qizi xafa bo'ladi. Har oy olayotgan edim-ku deydi. Lekin bank to'g'ri qiladi. Chunki muddati tugagan hujjat asosida begona odamga pensiya berish mumkin emas. Bunday holatda oldindan notariusga borib, yangi ishonchnoma rasmiylashtirish kerak edi. 3-misol. Pensioner boshqa tumanga ko'chib ketgan. Eski manzilda ro'yxatda turibdi, amalda esa farzandining uyida yashaydi. Telefon raqami ham o'zgargan. Pensiya bo'limidan chaqiruv yoki xabar eski raqamga ketadi. Pensioner xabarsiz qoladi. Keyin tizimda ma'lumotlarni aniqlashtirish kerak bo'ladi, lekin u buni kech biladi. Natijada bir necha kun yugurishga to'g'ri keladi. Bunday vaziyatlarda eng to'g'ri yo'l manzil va aloqa ma'lumotlarini oldindan yangilash. 4-misol. Nogironligi bo'lgan fuqaro pensiya yoki nafaqa oladi. Uning nogironlik muddati qayta ko'rikdan o'tishga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar tibbiy mehnat ekspertizasi bo'yicha muddat tugasa, nafaqa davom etishi uchun tegishli hujjatlar yangilanishi kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar oldin tayinlangan-ku deb o'ylaydi, lekin muddatli xulosalarda qayta tasdiqlash muhim. Agar bu ish vaqtida qilinmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Keyin hujjatlar tiklanganda pul masalasi ko'rib chiqiladi, lekin vaqt yo'qotiladi. Hamma pensionerga bir xil talab qo'yiladi deb o'ylash noto'g'ri. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi,
Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, kompensatsiya to'lovlari bir-biridan farq qiladi. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Shuning uchun qo'shningizga aytilgan gap sizga to'liq mos kelmasligi mumkin. Men har doim shuni aytaman. Falonchi shunday qildi, men ham shunday qilaman degan yondashuv pensionerlar uchun xavfli. Siz o'z holatingizni tekshirtiring. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bola o'g'indagi yoshga to'lsa, u o'qishda davom etadimi yoki yo'qmi? Kunduzgi ta'limdami, hujjat topshirilganmi? Bular muhim bo'ladi. Oilada bunday to'lov bo'lsa, 1 iyulgacha o'qish joyidan ma'lumotnoma, shaxsiy hujjatlar va bank ma'lumotlarini tekshirib qo'yish kerak. Aks holda yozgi davrda hujjat kechikib, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Yana bir istisno, chet elga chiqqan pensionerlar. Agar pensioni vaqtincha chet elda bo'lsa, to'lov tartibi, shaxsni tasdiqlash, ishonchnoma va bank kartasidan foydalanish masalalarini alohida tekshirish kerak. Ba'zi bank kartalari chet elda ishlamasligi, ayrim operatsiyalar xavfsizlik sabab bloklanishi mumkin. Bundan tashqari, uzoq muddat chet elda bo'lish pensiya ishiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun ketishdan oldin pensiya jamg'armasi va bankdan aniq maslahat olish zarur. Eng ko'p uchraydigan xato: pul tushsa bo'ldi, qolganiga qaramayman deyish. Pensiya tizimida eng muhim narsa faqat pul tushishi emas. Pulni qonuniy va muammosiz olish imkoniyati. Agar karta blok bo'lsa, pul hisobda yotadi, lekin siz foydalana olmaysiz. Agar vakil hujjati noto'g'ri bo'lsa, pul bor, lekin berilmaydi. Agar pasport ma'lumoti mos kelmasa, bank operatsiyani tekshiruvga qo'yishi mumkin. Tavır ikkinchi xato: hujjatlarni farzandlarga berib qo'yib, o'zi hech narsani bilmaslik. Albatta farzand yordam berishi yaxshi. Lekin pensionerning o'zi kamida asosiy narsalarni bilishi kerak. Pensiya qancha, qaysi bankka tushadi? Karta muddati qachongacha, telefon raqami kimning nomida, ishonchnoma bormi? Muddati qachon tugaydi? Aks holda, farzand shaharda bo'lmasa yoki telefonga javob bermasa, pensioner oddiy savolga ham javob topolmay qoladi. Uchinchi xato: bank kartasining PIN kodini qog'ozga yozib, karta bilan birga saqlash. Bu juda xavfli. Agar karta yo'qolsa, PIN kod ham yonida bo'lsa, pul yechib olinishi mumkin. Pensiya puli kichik ko'rinishi mumkin, lekin pensioner uchun bu dori oziq-ovqat, kommunal to'lov, transport pulidir. Shuning uchun kartani alohida, PIN kodni alohida saqlang. Yaxshisi, PIN kodni eslab qoling yoki ishonchli odam yordamida xavfsiz usulda saqlang. 4-xato: notanish odamlarning qo'ng'irog'iga ishonish. Pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni yangilab beramiz. Kodni ayting degan qo'ng'iroqlar bo'lishi mumkin. Hech qachon telefon orqali karta raqami, SMS kod, PIN kod, ilova parolni aytmang. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik belgisi. Bunday paytda telefonni qo'yib, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatingizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilayotgan bo'lsin. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSSR raqami to'g'ri yozilganini ko'ring. Agar hujjat almashtirilgan bo'lsa, bankka borib yangi hujjat ma'lumotini yangilating. Pensiya bo'limida ham ma'lumot to'g'ri turganini so'rang. Bu ish ko'p vaqt olmaydi, lekin keyingi muammolarni kamaytiradi. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yoziladi. Agar u iyul yoki yaqin oylar ichida tugasa, bankka borib yangilashni boshlang. Karta ishlayotganini bankomatda balans tekshirish orqali bilishingiz mumkin. Lekin balans tekshirganda ehtiyot bo'ling. Begona odamlar yordam bermoqchi bo'lsa, PIN kodni ko'rsatib qo'ymang. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, faqat ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz bilan boring. 3-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Bankdagi SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini tekshiring. Agar eski raqam ishlamayotgan bo'lsa, bankda raqamni almashtiring. Ko'p muammolar aynan shundan chiqadi. Odam kartani ishlatmoqchi bo'ladi. SMS kod eski raqamga ketadi. Keyin operatsiya bajarilmaydi. Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari bilan bog'liq xabarnomalar ham to'g'ri raqamga kelishi muhim. 4-qadam, yashash manzilingizni aniqlashtiring. Agar ro'yxatdan o'tgan manzilingiz o'zgargan bo'lsa, buni tegishli tartibda yangilang. Agar vaqtincha boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, pensiya to'loviga ta'sir bor yo'qligini so'rab oling. Ayniqsa, yolg'iz yashaydigan pensionerlar, farzandi uyiga ko'chganlar, boshqa viloyatga ketganlar bu masalaga befarq bo'lmasin.
Beshinchi qadam, ishonchnomalarini tekshiring. Agar pensiyani sizning o'rningizga boshqa odam olayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma muddati tugamaganini ko'ring. Ishonchnomada qaysi bankdan qaysi to'lovni olish, qaysi tashkilotga murojaat qilish vakolati borligini o'qing. Agar pensioner yurishga qiynalsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyati haqida so'rab ko'rish mumkin. Muhimi hujjat qonuniy va amaldagi bo'lsin. 6-qadam, pensiya miqdorini tekshiring. Har oy qancha pul tushayotganini yozib boring. Masalan, aprel oyida qancha tushdi? May oyida qancha tushdi? Iyunda qancha tushdi? Agar miqdor keskin kamaygan bo'lsa yoki pul tushmagan bo'lsa, darhol bankdan hisobvaraq ko'chirmasini oling va pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Keyingi oy qo'shib berishar deb kutib yurish to'g'ri emas. Muammo qanchalik erta aniqlansa, hal qilish shunchalik oson bo'ladi. Agar bank kartasi bo'yicha muammo bo'lsa, avvalo kartani bergan bank filialiga boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefoningizni olib boring. Bank xodimiga aniq ayting. Men pensiya olaman. Kartamning muddati va hisobim faol ekanini tekshirib bering. Telefon raqamim to'g'ri ulanganmi? Hujjat ma'lumotim yangilanganmi? Shunday desangiz, xodim muammoni aniqroq tekshiradi. Agar pensiya tayinlanishi, miqdori, to'xtashi yoki hujjatlar bo'yicha savol bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni bank rekvizitlari, ishonchnoma bo'lsa, uning asl nusxasi yoki notarial tasdiqlangan nusxasini oling. Agar nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus to'lov bo'lsa, tegishli tibbiy yoki o'qish hujjatlarini ham olib boring. Agar davlat xizmatlari orqali tekshirish imkoniyati bo'lsa, yaqinlaringiz yordamida MyBokoKokov uz yoki tegishli rasmiy xizmatlardan foydalanish mumkin. Lekin men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Agar elektron xizmatdan foydalanishni yaxshi bilmasangiz, notanish odamga pasport ma'lumoti, telefon kodi yoki elektron kalit bermang. Faqat o'zingiz ishonadigan farzandingiz, nabirangiz yoki rasmiy davlat xizmatlari markazi xodimi yordamidan foydalaning. Ariza yozishda ham aniqlik kerak. Pensiyamni tekshirib bering degandan ko'ra, pensiya to'lovining to'xtamasligi uchun shaxsiy ma'lumotlarim, bank rekvizitim, yashash manzilim va hujjatlarim to'g'ri ekanini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish aniqroq bo'ladi. Agar pul tushmagan bo'lsa, qaysi oy uchun tushmaganini yozing. Agar kamaygan bo'lsa, oldingi va hozirgi miqdorni ko'rsating. Masalan, may oyida 1.370.000 so'm tushgan, iyun oyida 9.000 so'm tushgan. Sababini tushuntirib berishingizni so'rayman deb yozing. Men alohida ta'kidlayman. Pensiya pulini yo'qotish faqat davlat idorasidagi hujjat xatosi sabab bo'lmaydi. Ba'zan odamlar firibgarlarga aldanib, o'zlari pulini yo'qotadi. Shuning uchun 1 iyulgacha hujjatlarni tekshirish bilan birga xavfsizlikni ham kuchaytiring. Karta PIN kodini hech kimga aytmang. SMS kodini hech kimga bermang. Bank ilovasiga kirish parolini qog'ozga yozib, hamma ko'radigan joyga qo'ymang. Telefoningizga begona odam o'rnatib bergan ilovalardan ehtiyot bo'ling. Agar sizga pensiyangiz oshiriladi, plastik kartangizni tekshiramiz, kompensatsiya puli chiqdi. Kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishsa, ishonmang. Haqiqiy tashkilotlar sizning maxfiy kodingizni so'ramaydi. Agar shubha bo'lsa, eng to'g'ri yo'l bank filialiga boring yoki rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling. Pensionerlar ko'pincha ishonuvchan bo'ladi. Firibgarlar esa aynan shundan foydalanadi. 1 daqiqalik ehtiyotsizlik 1 oylik pensiyadan ayrilishga olib kelishi mumkin. Agar siz pensionerning farzandi yoki nevarasi bo'lsangiz, bu ishlarni keyin qilamiz deb cho'zmang. Ota-onangiz yoki buvingizning kartasini tekshirib bering, lekin puliga xo'jayinlik qilmang. Ularning roziligisiz karta va telefonni o'zingizda olib yurmang. Pensioner o'z pulining qayerda ekanini bilishi kerak. Siz yordamchi bo'lishingiz kerak, egasi emas. Oilada oddiy ro'yxat tuzing. Pasport yoki ID karta bor. Karta muddati qachongacha, telefon raqami qaysi, ishonchnoma bormi? Pensiya qaysi sanalarda tushadi? Pensiya bo'limi qayerda joylashgan? Bu ro'yxat favqulodda holatda juda asqatadi. Masalan, pensioner kasal bo'lib qolsa, hujjatlar qayerda ekanini hech kim bilmasa, to'lov dori, parvarish masalalari qiyinlashadi. Demak, 1 iyulgacha eng muhim vazifa hujjatlaringiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz, yashash manzilingiz va ishonchnomangizni tekshirib qo'yish. Pul yo'qolmasligi uchun hamma narsa tizimda to'g'ri turish kerak. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangilang.
pasport yoki ID karta almashgan bo'lsa, bank va pensiya bo'limidagi ma'lumotni yangilang. Ishonchnoma bilan pul olinayotgan bo'lsa, muddatini tekshiring. Nogironlik boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa maxsus to'lov bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar muddatiga alohida e'tibor bering. Men sizga bularni qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor turishingiz uchun aytyapman. Pensiya puli pensioner uchun oddiy mablag' emas. Bu kundalik hayot, dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lov va xotirjamlik manbai. Shuning uchun mayda ko'ringan hujjat xatosi ham katta noqulaylik tug'dirishi mumkin. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Pensiyangiz kechikkanmi? Karta muddati tugab qolganmi? Ishonchnoma bilan muammo chiqqanmi? Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya oladigan tanishlaringizga yuboring. Chunki 2 iyulgacha bilib qo'yilgan bitta to'g'ri ma'lumot keyin ko'p pul. Vaqt va asabni saqlab qoladi.